Tordaki xabar arxivlarida ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur Abdumurayliq o'ltiraq uy va shahriy izi qurilish nazorati 2021 yili koni mahallalarni o'zgartirish va zamonga moslashtirish nomida bir qurilish planini yo'l qo'ygan. Davlat moliyasidan zo'r miqdorda pul ayrilganligi ma'lum bo'lgan. Bu planda G'ulja, Bo'rtala, Oqsu va Oltay qatorliq 10 shahardagi bir qism qadimiy mahallalardagi uylar butunlay yoki qisman chekishga buyurilgan. Bir radio anglag'uchimizdan kelgan inkos deyilishicha, hammasidagidek Uyg'urlar o'ltiraqlashgan bu mahalladagi bu atalmish zamonga moslashtirish, mohiyatda mahallaning milliy purqini yo'qotish va Uyg'urlarni tarqoqlashtirishni maqsad qilgan. İnkasyan deyilishicha, bu planning ijroati davomida o'tgan yil G'ulji shahrining ba'zi joylarida qarshiliklar yuz bergan. Ba'zi aholi uy chiqish mashinalarining oldini to'sib, uylarining chiqilishiga qarshi turgan. Natijada qurilishib borayotgan Xitoy ishchilarini qo'g'dayotgan soqchilar bilan aholi orasida surkilishlar yuz bergan. G'ulji Qardo'ng'isidagi bir amonlik mudirining bayon qilishicha, mana bu noroziliklar sababidan ba'zi mahallalardagi uy chiqish harakatlari vaqtliq to'xtatilgan. Hozir bu shu uy chiqishga, shu mahallalarni o'zgartirishga qarshi turayotganlar qanchalik odamlar shu aholilarning ichida? Az qism, 20% odam. Endi bular bir ideya xizmat ishildinglarmi? Bundan keyin bundaq to'saliqlar qilmanglar deb. Hozir hamda bu dehqonlarga bizmi qo'shilmasang, bo'pti, turibdi dedik-ku. Buningga qo'shilmasang nima mol bor? Uning bir seni yaxshi yo'lga boshlasak, boshlab o'tamiz biz. Ideyani o'tgan vaqtda o'zing qilasa dedik. Arliqda chiqqan bir xafalık var deb anladık shu uy chiqish jarayonida. To'pidan yuz bergan. Shu kuni shu sizlar voz kechdingmi yoki bu aholilar voz kechdimi? Qanday bo'ldi shu vaqtda? Nemiz radisi uch bu ishqildik. Qo'lim oladi, qo'limizda. Qaytib ketdi, qaytib ketdi. Shular qanday bir taraf qilindi? Shu jihatdan ba'zan bir qaymoqish, bir yomon niyat odamlarning qaymoqtirishim bor, buni biz bilmadik. Hozir ham tövende inoqlayapti. Mazkur mudirning bayonlarida yana ma'lum bo'lishicha, bu mahalladagi zamonaviylashtirish qurilishi rayonda lagerlar qurilgan va ko'p sonli kishilar tutqundagi mezgilda elib berilg'achqa, bu qurilishga norozilik bildirganlar asosan ayollar yoki yashanganlardan tashkillangan. Bularning ichida da'vatman bamisi aşağı kelibla ish tepadan kelganlar emas. Endi ba'zanlar cho'ng yashanganlar o'zining yeri emas. Bunda kap qolgan yerimiz ojiz. Endi bu kun issiq, 5-10 ayol bor. Bu yerda o'zlari ariqchalarim bor. Shu uy chiqish qarshi turib, shu malning qiyofati qarshi turib kesib ketganlar borkan, usulnoma qo'shni kanitlarda. Shu kim odamlar? Endi moral jo'tdan men sizga hozir bu yerda nima buloq malnikini sesraytini deb beramayman. Undaq bu usulnoma emas, shu buloq mal bo'lganmi bu? Buloq kerakdan buloq. Uni men deb beramayman. Oxir qanday bo'ldi bu? Shu aholilar shuni qidirgan bo'ldimi shu uy chiqishga? Bular yaqinlarga biz jiq tarbiya ishlab ketdik, jiq sizlab ketdik. Bu to'g'risi nurg'un tushundirish, tashviq tarbiya bunun foyda ziyinini akilib ko'rsatib, mandaq yaqinlarimizning ko'pincha men shu yaxshi ishqan yuzini yana berib bo'ldi hozir. Xitoy xabarlarida bu qurilishlarning ko'p qismidan o'tgan yilning o'rta oxirlari g'alabalik oyoqlashganligi qayd qilingan. Ammo xabarlardan birida Bo'rtaladagi o'zgartish elib berilgan 50 necha mahaldan 39 mahalning qarshiliksiz o'zgartirilganligi bayon qilinish orqali bu ijroatning ba'zi mahallarda qarshilikka duch kelganligidan bishorat berilgan. Radiomizga inkasiyani eskartilishicha, bu atalmish zamonga moslashtirish mahallaning milliy qiyofatini buzib tashlagandan boshqa uzun yillardan beri birga yashab kelayotgan aholilarni ko'chishga va tarqalishga majburlagan. Vaziyatdagi jiddiychilik sababidan harakatning bu siyosiy maqsadiga oshkora qarshi turolmagan ba'zi aholilar bu o'zgartishning o'zlariga keltiradigan turmush qiyinchiliklarini tilga ilib, noroziliklarini bildirgan. Bo'rtala qarta ilib bo'lgan telefon ziyoratlarimiz davomida bir amonlik mudiri o'z tavallikidagi Abdurist ismli bir kishining oldingi yil uy chiqishga qarshi turganlik uchun 4 yillik kesib o'tilganligini oshkorildi. Abdurist ko'pirgan va hukumatning ishlarga yaqindan maslashmay, chiqib ko'chirishga yaqindan maslashmagan aslida aql chiqpasi bu. Aslida ishlayman deb bu qancha tarbiyalanasiz bu? Bizga hukumatlarmanda ichki so'tlanlar ekitgan Surat baksam 4 yıldaydı. İçidiler, kişiler bekletken. Kesilge vaqt qachon? Kesilge vaqt bu yıl. Uni deyishicha, bu kishi tirikchilik yo'lining tahdidga duch kelganligini ilgari surib, uy chiqishga qarshi turgan va yangi bino uyga ko'chishni rad qilgan. Uy chiqish jarayonida balsekini bu yani elvasan minimum bilan deb kadrning oldiga etib, başladı. Urujib, haqni o'rnashtirib başlab qilgan. Ay desam, unimay tarbiya qilsam. Akıbet aşın kötü şu. Endi o ko'chirish qarshi turg'ini
O qayerdagi qaysi o'yini chiqishga qarshi turdi? Hozirgi undaninki hozir madaniyat yo'l deymiz, shu yo'lda bor. Nima silindi uning o'rniga? Onun oyunlarga bina selinde aşağıda bir iki ailenin kaldığı asasiyetin, 3 aile. Kalkın çıkılıp oldu. Çıkılıp atletimiz kılıp bina seler kilovatıda. Bular nimaga qarshi, nimadan norozi undaqda? Benim uşballarım öyle pompam köyge, patramda. Turmuştuk 20 yerimiz var, nemi yeyimiz. Dep. Ularning koni uyi o'rniga yangi bino silinganchada ularning qorosi yo'qolib ketdi. Ular shu qororimiz yo'qoldi deb shundan ish qilayotgan gapmi? O'yli yo'qoldi, shunaqmi? Teriqchilik yerimi shundan kirib ketganmi yoki? Teriydigan yerimi? Teriqchilik yeri kirib ketgan teriqchilik yeriga tek bizim sanmadık. Ve batığı. Undaqda hozir bularniki shu teriqchilik yeri, uyning yeri biroq tartilinib, o'rniga bino silingan, shundami? Shunda. Binoni kim salgan? Ular o'sha shahar qurishtonda mas'ullar saldılar. Shahar taraqqiyot idorasidan. 2017-yili Xotan qarata elib bo'lgan telefon ziyoratlarimiz davomida Xotanda masjid munolaridan kesib qisqartirilganligi va aholilarning uylarining deriz va eshiklaridagi mehrab ko'rinishlarining buzdirilayotganligi fosh bo'lgan edi. Hurmatli radio tinglovchilar, Dunyo bankisining to'r betidagi bir dokladda ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2017-yili Uyg'ur elidagi yo'l qurilishlarini yaxshilash uchun Dunyo bankisidan zo'r miqdorda yordam puli olgan edi. Kanalimizga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarimizdan Alloh razı olsun. Qarindoshlarimizning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarix berishi, hammaga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.